Bugungi kunda yurtimizda tibbiyot sohasini rivojlantirish, aholiga sifatli va zamonaviy tibbiy xizmat ko'rsatishni kengaytirish borasida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Qo'qon shahrida foydalanishga topshirilgan Mehr Medical Center xususiy klinikasi ana shu ezgu maqsadlar yo'lidagi navbatdagi muhim qadamlardan biri bo'ldi. Klinikaning tantanali ochilish marosimida keng jamoatchilik vakillari, viloyat va shahar mutasaddilari, nuroniylar, faxriylar hamda tibbiyot sohasi vakillari ishtirok etdilar. Tadbir davomida so'zga chiqqan mas'ullar sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan xususiy tibbiyot muassasalari faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ularga yaratilayotgan qulay sharoitlar haqida to'xtalib o'tdilar. Shuningdek, yangi klinikaning ish boshlashi bilan barchani samimiy muborakbod etdilar. Shundan so'ng ramziy tasma kesilib, mehmonlar zamonaviy tibbiyot maskanida yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Fidoyi tadbirkorlarimiz jazm qilib, mana shu Qo'qon ahliga yoki Qo'qonga tashrif buyuradigan mehmonlarga bunday eng oxirgi modeldagi asbob-uskunalarni olib kelib, bu yerdagi tibbiyot sohasidagi har qanday o'sha boshqa davlatlarda havas qilardikki, shu yoqqa bormasdan odamlarimiz endi emin-erkin shu yerda uzog'ini yaqin qilib, shu yerda bir chiroyli go'shani barpo qilishdi. Bu o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q. Yuqorida ta'kidladingiz, haqiqatda hurmatli prezidentimizni tibbiyot sohasiga juda ham katta e'tibor berganliklari va ayniqsa bu sohada xususiy klinikalarni rivojlantirishda, xususiy tadbirkorlarimizga keng sharoitlar yaratishda juda katta ko'makdosh bo'ldilar. Bu yerdagi tadbirkorlarning ishiga faqat yaxshilik tilaymiz. Iloyim yaxshi niyatda boshlashdi. Hech kim avvalambor kasal bo'lmasin. 62 ish o'rniga mo'ljallangan ushbu klinika zamonaviy tibbiy uskunalar va qulay palatalar bilan jihozlangan. Bu yerda neyroxirurgiya, lor, travmatologiya, ginekologiya, kardiologiya, nevrologiya yo'nalishlari bo'yicha malakali tibbiy xizmatlar ko'rsatiladi. Shuningdek, MRT, MSKT va zamonaviy laboratoriya bo'limlari ham bemorlar xizmatiga tayyor holga keltirilgan. Bu klinikamiz bugungi kunda Germaniya, Koreya, Seul shahrida, Moskvada, Burdenkada, Turkiyada shartnomalarni yuqori malakali mutaxassislar tomonidan bizga tajriba almashish, to'g'ridan-to'g'ri translyatsiyalar yo'lga qo'yilgan. Ularni bizga kelib amaliyotlarda, ya'ni master klasslar o'tkazish imkoniyatlari bor va bizning operatsiya bugungi kundagi zamon talabidagi yuqori texnologiyadagi amaliyotlar bajarishga to'liq mukammal jihozlangan. Biz bu bilan birgalikda bugungi kunda xalqimizga yuqori texnologiyadagi xorijiy mamlakatlarga bormasdan turib, mana shu yerda shu sifatli tibbiyotni tashkillashtirganmiz. Mutasaddilarning ta'kidlashicha, mazkur klinikaning ishga tushirilishi nafaqat Qo'qon shahri, balki yaqin hududda istiqomat qiluvchi fuqarolar uchun ham yuqori sifatli diagnostika va davolanish imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Shubhasiz, bunday zamonaviy tibbiyot maskanlarining ko'payishi aholi salomatligini mustahkamlash, tibbiy xizmat sifatini yangi bosqichga olib chiqish hamda sog'lom jamiyatni barpo etish yo'lidagi muhim qadam bo'lib xizmat qiladi. Hasanboy Ibrohimov, Rustamjon Muqimjonov, Ruxsor News dasturi uchun maxsus.